Qaysi sana shartli ravishda futbolning tug'ilgan kuni sifatida nishonlanadi? 26 oktyabr. To'g'ri. Og'izdagi hidni ketkazishga katta yordam beruvchi poliz mahsuloti qaysi? Bodring. To'g'ri, siz ko'taring. Men ketaman. Qaysi barmog'ingiz bo'lmasa, qo'lingizning 50% kuchini yo'qotishingiz mumkin? Ma. Jimjiloq. To'g'ri. Ko'taring. Siz ko'taring. Qaysi hasharotlar boshsiz 9 kun yashashi mumkin? Boshsiz to'q. Ilon. Yo'q. Tarakan. Tarakan, svarak to'g'ri. Siz ko'taring. Qaysi suv hayvoni qarilikdan emas, balki suv yuzasiga nafas olish uchun chiqa olmasligi sababli cho'kib bo'ladi? Kit. Kit. To'g'ri. Balandroq ko'tar. O'chirg'ich ixtiro qilinguniga qadar qalam chizmalari qaysi mahsulot yordamida o'chirilgan? O'chirilmagan. Nonmi? Non. To'g'ri. Ko'taring. Siz ko'taring. Balandroq ko'taring. Bo'ldi. Qaysi hasharot 12 soatlik mehnati davomida atiga 8 daqiqa dam oladi? Chumoli. Chumoli. To'g'ri. Suvni bir martadan ortiq qaynatish natijasida qaysi kasallikka sabab bo'luvchi modda ishlab chiqariladi? Oshqozon raki. Saraton. To'g'ri. Rak saratonmi shunda? Ha? Qaysi davlatda spirtli ichimliklarga qo'shib avtobus biletlari ham sotiladi? Kanada. Kanada. To'g'ri, teng aytdilaring, qo'yib turishingiz mumkin. Qaysi suv hayvonining qoni ko'k rangda bo'ladi? Kalmar. Yo'q. 8 oyoq. 8 oyoq. To'g'ri. O'yin tugadi, bo'ldi, rahmat. O'yin tugadi.